Tamam, men videoga tushirib ko'raychi. Tushirgan yoqdingizmi? Yaxshi tushyapti shunday. Endi oldiga o'tsangiz. Qarashim. Avvaldizmi? Endi bunday nima qilayman? Qalpoqni kiyaman. Bunday o'ziga tortdilar yoq. Tortavering. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana sochni holatlarini ko'ryapsizlar. Birorta bir sochni qorasi qolmaganida, Allohning qudrat qo'li anchalar oqarib ketgan edi. Hozir mana bu holatlarga hech qancha vaqt bo'lgani yo'q. Biz 1001 dard muolajasi deb mana berganmiz. Ma'lumot buni tajribadan o'tkazib turib, keyin insonlarga tatbiq qilishlik uchun berdik. Asalda davolanishda boshqacha bir yangicha bir uslubi. Bu qanday uslub ekan deyiladigan bo'lsa, bu shunday narsaki, 1001 dard muolajasi asaldan hozirgi kunda qanday foydalansa insondagi butun organizmdagi kasallik holatlarni chiqarib olishdik. Bu shunday holatki, erta bilan sahar turilganda bir chini qaynab ilimiliq bo'ladigan suvga 2 qoshiq asal qo'shiladi, ichilinadi, nonushta qilinmaydi. Shu bilan soat 10:30-11lar, 11lar desa bo'laveradi. Bari yana 5 soatdan keyin biror narsa iste'mol qilib olsa bo'laveradi. Iste'mol qilingandan keyin orqasidan albatta bir piyola choy qoshiqda asal qo'shib turib, dog' suvga bir choy qoshiq asal qo'shib turib, haligini ichib oladi. Shu nonushtasi bo'ladi. Keyin shu bilan obedni ham tushlikda qilaveradi. Tushlikda shunday holatki, tushlikda qilib bo'lgandan keyin orqasida yana bir piyola dog' suvga bitta choy qoshiqida asal qo'shib turib ichib oladi. Keyin shu bilan yotishdan yana 5 soat oldin kechki ovqatni qilinib oladi. Bu qaysi holatlar deydigan bo'lsangiz, 4-5 holatlar bo'lsa soat. Unda kechki ovqat qilinib turib, orqasidan yana bir piyola asal suvga, dog' suvga bir choy qoshiqda asal ichib oladi. Keyin shu bilan yotishdan oldin 5 soatdan keyin yana bir chini to'la dog' suvga 2 qoshiq asalni qo'shib haligini iste'mol qiladi. Iste'mol qilib turib, shu bilan yotiladi. Boshqa narsa yeyilmaydi. Shu holat 21 kun, eng kami 21 kun davom etadi. Undan ko'proq davom etsa zarari yo'q, foydasi bor. Bu ming dardga davo deganimizga sabab, masalan, mana sochni oqlarini qorayishligi. Mana hozir ko'rgan bo'lsanglar, mana o'zim boshdan o'tkazib turib shu narsani qildik. Mana Xudoga shukr, qilingandan keyin 21 kun qilingandan keyin, o'rtadan bir hafta 10 kun o'tkazgandan keyin sochga organizmda asal qoplab, butun tanani tozalab, jigar qorataqlari 3 kunda tozalanib bo'ladi. Unda proses shunday bo'ladi, jigar, qorataloq, oshqozon shunaqangi holatda bo'ladiki, og'riqlar qattiq bo'lib ketadi. Inson shunga chidaydi. Keyin nerv sistemalariga o'tib tozalanishlik boshlanadi. To 21 kungacha nerv sistemalar tozalanib bo'ladi. Keyin oradan bir yana 21 kun o'sha nimalarni qilib bo'lganingizdan keyin bir hafta 10 kun o'tkazgandan keyin sochingizni tomiriga, ya'ni soch tomirlariga, tagiga asal o'zini yotishda surtib turib, bir sochiqni biror narsamda baylab turib yotilinadigan bo'lsa soch soqolga. Bu ham 21 kun davom etadi. Xudo xolasa, oppoq sochlar ham Xudo xolasa inshaalloh chiroyli holatda o'zini tusini oladi. Endi bunda nima, qanday shartlar bor desa, bunda birinchi asal toza bo'lishligi shart. Asal toza bo'lishligi qanday degani, bu qiyom yegizmagan, chiroyli holatda, tabiiy holatda olib kelingan bo'lsa bo'laveradi.
tog'dikimi, pastdikimi, shahardikimi bo'laveradi. Faqat asalariga qiyom yegizib turib olinmagan bo'lsa bo'ldi. Xo'sh, bu birinchi sharti. Ikkinchi sharti regularniy bo'lishligi shart. O'sha aytilayotgan uslub buzilmasligi kerak. O'sha holat davomiy bo'ladigan bo'lsa, albatta shu birar oyning ichida o'sha soch qismlariga ham yetib bo'ladi. Unga jiddiy asal bilan ozuqa berishlik bilan Xudo xolasa soch soqollari oqarib ketadi inshaalloh. Soch soqollarni oqargan soch soqollarni qoraytirishdi, halol, pokiza, chiroyli, Alloh rozi bo'ladigan uslubi mana. Xudo xolasa shundan foydalanilsa, bu dunyoda ham soppa-sog' bo'lasiz. Va Xudo xolasa chiroyli holatda qiyomat kuni ham naqangi bir oshcha javob beradi. Assalomu alaykum.